onlayn kredit olishni to'xtatib turish kerak. Bu Markaziy bankka meni taklifim. 5 million odamning shaxsiy ma'lumoti bu salkam yarim O'zbekiston aholisi degani. Kimdir shu ma'lumotlarni sotib oldi deylik, kredit oldi. Kim to'laydi keyin? Jabrini yana oddiy xalq ko'radimi? Oh-voh qilib dardingizni aytib borsangiz, aylanadigan kreslosida issiq kofesini ichib o'tirgan xodim sizga nima deydi? Arizangizni yozib ketavering, topamiz-da, xudo xolasa deydi. To'g'rimi? Ikkinchidan, bu kiberhujum aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari fonida yuz berayotgani shubhali. Avval yoppasiga ro'yxatdan o'tkazib, endi ma'lumotlar tarqalib ketdi deyish sal g'alati emasmi? Oila a'zolaringiz, daromadingiz, hattoki uyingizni geolokatsiyasini ham kiritgansiz. Uchinchidan, naqd puldan voz kechamiz, u qilamiz, bu qilamiz deyapsizlar. Hozir pulni kartada saqlagani qo'rqadi odamlar. Bitta mantiqiy savol kelib chiqadi. Fuqaroni shaxsiy ma'lumotni himoya qila olmagan tizim elektron pullarni qanday himoya qiladi? To'rtinchidan, MyGo'dan taqiq qo'yinglar deb yotibdi hamma Instagramda. Inson sizni login parolingizni bilgan hacker yana MyGo'ga kirib taqiqni olib tashlash qila olmaydimi? Qachonki siz kreditni vaqtida to'lamasangiz, bank o'zi sizni qora ro'yxatga tiqadi. Shunda kim harakat qilsa ham bank sizga kredit bermaydi. Beshinchidan, hozir hakkerlar kuchayib ketdi deb yozmoqda ayrimlar. Kuchli kiberxavfsizlik xodimlari ham ko'p o'zimizda. Bu yerda masala kadrlar bo'limida. Bilamizki, kiberxavfsizlikda oyliklar anchayin baland, 50-60 million meni bilganim. Demak, u joy palonchini jiyani, pistonchini o'g'li uchun zaynat qilib bo'lingan. Kadrlar bo'limi eng kuchli mutaxassislari qidiring, toping, sharoit qilib bering, nima qilib bo'lsa ham ko'ndiring siz uchun ishlashga. Oltinchidan, bu ish bo'yicha tekshiruvlar olib borilmoqda degan umumiy bayonot bilan yobilib ketmaslik kerak. Axborotni ochiq va tezkor yetkazing jamoatchilikka. Ha, biz eplolmadik, himoya qila olmadik deng. Joizni bo'shatib qo'ying marhamat qilib. Ushbu ishga mas'ul va aloqadorlarning barchasi jinoiy javobgarlikka tortilishi shart. Yana nima emish, TikTokka o'xshagan gigant kompaniyalarga talab qo'yib, bloklab qo'yasizlar-u, oddiy fuqarolarning ma'lumotlarini himoya qila olmaganlarga qoyilman. 7-dan, bugunning o'zida 78 kodi bilan boshlanuvchi raqamdan 3-4 martalab telefon bo'lganini yozmoqda odamlar kommentariyalarda. 8-dan, o'qituvchi yaxshi dars o'tmasa oyligini olyapsan-ku deymiz. Doktor yaxshi davolamasa oyligini olyapsan-u deymiz. Ammo ulardan 10 barobar, 100 barobar ko'p oylik olayotgan huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kiberxavfsizlik xodimlaridan nega so'ramaymiz? Otni kallasidek oylik olyapsizlar, ishni ham qoyillatib qo'yinglar deb. 9-dan, Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik boshqarmasining ish ko'rinmayotgani, Toshkentning o'zida 2 trillion zarar bo'lgani, shulardan atigi 8% fosh etilgani davlat rahbarining o'zi shaxsan ta'kidlab o'tdi. Qo'shimcha qilib o'sha zarar ko'rgan odamlar bizdan rozimi, davlatdan rozimi degan savollar qo'ygandi. Faraz qiling 100 ming zarar ko'rdingiz, 8 ming so'm qaytib beryapti. 10-dan, odatda faollar, jurnalist va blogerlarning akkauntini bloklab, Telegram kanallariga spam berishga usta kiberxavfsizlik xodimlari nega avvalo tashqi kiberhujumlardan, hakkerlardan bizni ma'lumotlarimizni himoya qila olmadi? Balki bu videodan keyin meni akkauntimni